Hürmetli vatandaşlar yukarıda Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Majlisi Kengash palatasining senatori Marco Rubio'ning so'zlagan nutqini bu qatam Huang Jiping Shangangliq, Xi Kanada ham Shangangliq bu kishilar kelib Amerika Davlat Majlisida guvohlikdan o'tdi. Guvohlikdan o'tish degan mana o'sha tarzda, o'sha tariqada bo'ladi, hurmatli vatandoshlar. Guvohlikdan o'tdi orqadilla bu kishi senator Marco Rubio nutq so'zladi. Bu nutq so'zlashga bugun Jungo nazar to'rbeti nima deb mavzu qo'yibdi desangiz, yoki Shangangning o'z taqdirini o'zi belgilash. Hurmat qilsan yoki hurmat qilmasang buningdan kelib chiqadigan oqibatlarga o'zing mas'ul bo'lasan deb. Demak, gap ochiq daldi. Gap ochiq o'ttirg'i qo'yildi. Ben dediki, senator Marco Rubio, Beijing hükümetiga signal tarqitiman. Beijing Kompartiya hükümetiga signal tarqitiman. Yuqorqidek dedi. Shundoq dedi. En oxirida nima dedi? Bugun Shangang ochiq yo'lda turibdi dedi. Men bu yerga bir jumla qo'shib qo'yayki, hurmatli vatandosh, bugun Shangang ochiq yo'lda turibdi emas, bugun Jungo Kompartiyasi ve onun siyasi hakimiyeti hem ochiq yo'lda turibdi. Demek 6. ayının 9. günden başlangan namoyish 15 hafta davomlashdi, yani 100 gün davomlashdi dedik tunugun. 100 gün davomlashdi. Shangangda namoyish yana davomlashyapti. Chunki bular senator Marco Rubio o'zi aytgandek erkinlikka, o'zini o'zi boshqarishga, nayt urg'ib turgan jonliq bir hayot, Shangangcha hayot turmush kechirishga tayyorlanib bo'lgan xalqdir. Bugun Shangang xalqi o'zining kelgusi uchun o'zini sinab beqiyotgan Shangang xalqilar emas. Balki bugungi Shangang xalqi o'tganda so'zlaganligimiz dedikki, bugungi Shangang xalqi insoniyat axloqining oldida yoki oldingi safda turib, insonparvarlik, odamgarchilik, odamiylik, odamdek yashash huquqini qo'llab kurash qilayotgan birinchi safdagi Shanganglikdir. Bu Shanganglik bugun shu namoyish orqali sizga ko'rinsin, ko'rinmasin, sizga ma'lum bo'lsin, bo'lmasin, allaqachon atalmış Jungo Kompartiyasining siyosiy hokimiyatining g'ul asosini davratdi. Junanxayning putirab turishining, huquq yurgizishining yoki Jungo uchun hukmronlik qilishda qonunliq partiya va yoki emasligi to'g'risidagi gap so'zlarning chek-chegarasini ajratdi. Demak, Kompartiya bu davlatga hukmronlik qilish o'rnidagi partiya emas dedi. Tunugun menga so'zlagan leksiyamda shundoq dedi. Huang Jiping nima dedi? Biz ko'rib yetdik. 23 yildan beri ko'rib yetdik. Jungo Kompartiyasi Shangang xalqini tushunishni xohlamadi yoki Shangang xalqini tushunishni xohlaydigan iqtidorimi yo'q edi. Shunlashqa bu partiyaning, ya'ni Jungo Kompartiyasining Shangangga hukmronlik qilishidan eg'iz aytishqami bo'lmaydi dedi. Demek bu yerdeki kurash aynı vaqtda koni gap bilan aytganda kapitalizm bilan sotsializm o'rtasidagi kurash. Bu yerdeki kurash Shangangda bo'layotgan kurash sotsializmdan boshqa yana erkinlik bilan mustabidizm o'rtasida bo'layotgan kurash. Bu kimni kim yengish masalasi. Kimning ustidan g'alaba qilish masalasi. Hozirgi hisobda Marco Rubio, senator Marco Rubio'ning so'ziga asoslanganda Amerika Qo'shma Shtatlarida ikki partiya, Cumhuriyetçiler Partiyasi va Demokratlar Partiyasi birdek nima dedi? Biz Shangang xalqi sen bilan mo'riga o'tirib bir safda turamiz va o'zimiz qadrlayotgan erkinlikni qo'g'daymiz. Bu bir signal. Jungo Kompartiyasiga berilgan bir signal. Hozirdan aytganda agar Jungo Kompartiyasi mushu oy, mushu kunlarda sen burayinga bostirishga kira olamsizlar,
Görelmedin. Sen burayını köndürelemsine, eybeşke keltirelemsine, yaka Cungo Kompartiyasının hukukunu, onun siyasetini, mini jüyüş hareketlerini, onun sana royu jette teňebatkan kılmışlarını, hudda hazır Şinjan Uygur Abdunum rayını da, Müstemlik Uyguristan'da kılıvatkan işlerini Şangan halkı taňalamsına, taňalmadın. Bütün sep buyunçu inkar kılın, red kılındı. Ben tününki leksiyemde sözüldüm. Şuar endi bu qatem 6. ayının avazı çıkmagan leksiyede sözüldüm. Endi bu qatem Şangan halkı 6. ayının 9. günüdün başlapla dastlapki kunlarda ötküzüp berişke qarıştırımız. Kanun layihani bekar kıl dep başlagan bolsa tünigillerden Şangan halkı bu qatem şuda bağçısı da namayış kılıp, yığılış kılıp, Kompartiyaga karşı şuar tavladı. Şuarının caranlık tarafı şuya deyip ki, Kompartiya Şangan'dan çıkıp gitti. Şuar özger, namayışının mezmunu ve onun nişanı özger, yüzlenişi özger. Bu katım Şangan halkı şunu tanıp yetti ki, hazır gap Şangan memuriyeti, Linjinye hükümeti de emas. Belki Şangan memuriyeti Linjinye hükümetinin kaynıda turvatkan karakol, Cungo Kompartiyası. Şu Şangan halkının namayışı bir vasıta Cungo Kompartiyasının Şangan'da hükmürallığı qaratıldı. Yenilandı. Ritim tertip özgerdi. Nişan belgelendi. Endi hazır bugün 19 desiniz, eti 20. günü Cungo'nun soda vekiller ümiga Amerika Koşmuş Ştatlarına kelivatıdı. Bu netice kandak burada olduğumuzdaki iş, bırak hazır 10. ayının 1. günü. Senin devlet bayramın yani kelip 70 yıllık, her 10 yılda bir katım dağdığılık ötküzüdüğün devlet bayramın yetip kelivatıdı. Muşu ay, muşu günde Cungo Kompartiyası sen nemi iş kılışın gerek? Birli yol. Başta nemi dedik? Hatta Çınfan Anşın hanımı dedi siz endi demokratiyanı kucaklaydığa vakit geldi. Bütün dünyaya bap geliden kımmet karaştığını kucaklaydığa vakit geldi Reis Xi Jinping. Hudi şunun okşaş, muşu 10. ayının 1. günü geçi boğan arlıkta başta etkandak siz aç yoldan kaynınızı yanamsız, yakı aç yoldan aldığınızı karapmağamsız. Sol tarafga qayırlamsız veya ki 10 tarafga qayırlamsız. Bu endi sizden Cungoluk efendi siyasetinizni belgileydiğin çağı yetip geldi. Yani şunu aytip öteylik ki Cungo Kompartiyası 70 yıllık hükümranlık asası var. Hatta 100 yıllık yıkılışıp kalgan Cungo inqilabı rehberlik kılgan Cungo Kompartiyası şunu səminizge selip koyaylik ki bu qatem Şangan'da Şu ayının 16. günü mü? Bu qatem Şangan'da ötküzülgen bir bağçıda ötküzülgen namayışta Şangan halkı Amerika halkıda müracaat kıldı. Kanun layihini makullap veren Amerika halkıydı. Yani şu katardı şu günü Amerika'nın devlet bayrağını götürüp namayış çıktı. Bu kaltıs bir görünüş. Bir yerde görünüş sen kim ben kim emez. Hakikat kim? Hakikat nedir? Sen kim ben kim emez. Kimge kim hükmürallık kılıdı meselesi emez. Kandak hükmürallık kılıdı. Yani hazırkı tili bile etkanda demokratiye nime ve onun kımmeti nime? Erkillik nime, azatlık nime? Onun kımmeti nime? Kımmet her bir şahsın hukuku. Şahsın hukukudun olqıp milletinin hukuku. Bir bütün halkının hukuku. Hanjipeng bergen dokalatı da, devlet meclisiga bergen dokalatı da evvel Tibet neğiz kaldı. Ondan ki Şangan neğiz kaldı. Ondan ki Şinjan'ın eğiz kaldı. Hazır siyaset nazik devri turvatkan şundak bir peytte matbuat orulları bu eğizgi elişlerini tarqatmadı. Doğru betlerge tarqatlama kandak bilmedi. Tarqatmadı. Meylala ihtiyaççılık yani diplomatik münasebet meselesi var bir yerde. Şu nazar tutkanda kandaklı şu ikinci gap. Lekin
aytgandak, hozir Jungo hukumati Çinpang Anshin xonim dediki, demokratiyani quchoqlaysiz. Biz devatimizki aç yo'lga keldingiz. Siz endi keyningizga qayta burilib berib, Şinjan Uyg'ur Avtonom rayonidagi nazarband qilish sistemasini bekor qilishingiz kerak. Jungolik efendi. Mushu yo'l. Bu yo'lga mayli majburlash shaklida yetib keling. Bu yo'lni mayli tanlash xarakterida tanlab oling. Bu yo'lni mayli o'z ixtiyoringiz bilan yo'lga qo'yiman deng. Bularning qanday shaklda yuz berishi buningda qat'iy nazar hozir zamon shu yerga keldi. Sizlik o'chaqni Jungolik efendilik o'chaqni Moskvaga Peterburg avatdingiz. Men o'ylaymanki endi Rossiyaga prezident Vladimir Putin endi sizga yordam qila olmaydi. Belki tugadi. Vaqt oxirlashdi. Jungolik efendim. Mesela Uyg'uriston masalasida vaqt oxirlashdi. Endi Rossiya az kunda belki Uyg'uriston to'g'risida gap qiladigan vaqt yetib kelishi mumkin. Chunki biz boshda aytdik, so'zlab keldik vatandoshlarga. 1989-yılı 5. ayının avvalki haftasida Rossiyaning shu vaqtdagi hukumati Rosgerman shartnomasini bekor qilganligini. Buning sababi bu faqat Stalinning shaxsiy ishi deganligini. Rus xalq bilan munosabati yo'q deganligini sizlarga so'zlab keldik, talay so'zlab keldik. Bizning umidimiz ham bugun prezident Vladimir Putinning o'tirig'i chiqib, Rus Xitoy shartnomasida oshkoralanishini, uni ham bu Stalinning qilgan ishi deyishini, shu orqali bu ishni